Konsultatsiyadan kelyapman va erkak psixologiyasi haqida sizga qisqacha. Agarda ayol kishi bo'lsangiz, erkakni rozi qilishga intilayotgan bo'lsangiz, uning uchun hamma narsaga tayyorligingizni ko'rsatayotgan bo'lsangiz, o'sha erkak birinchi bo'lib sizni o'z qadringiz uni oldida yo'qligini sizga isbotlab qo'yadi. Hurmatsizligi bilan, xiyonati bilan, ustingizga 78-ayolni olishi bilan va kamchiliklaringizni aytish bilan, mensimaslik bilan. Nimaga? Agarda erkakni ilohiylashtirsangiz, uni yo'qotishdan qo'rqadigan bo'lsangiz, birinchi planda o'zingiz orqa planga, ikkinchi planga o'tib qolasiz. O'zingizni unutib qo'yasiz. Bunaqa ayollarni tabiatan erkaklar aslida yaxshi ko'rishmaydi, emotsional ulardan uzoqlashishadi. Miya bilan shunaqa, nima deydi, qafasida o'tiradigan, changalida bo'lgan ayollarni erkaklar xohlashadi, chunki bu miyani mentalitet shakllantirgan, lekin tabiat o'zinikini oladi. Tabiatan erkaklarga xarakteri bor, o'sha ayolni yo'qotishdan qo'rqadigan, men bilan bunaqasi ketmaydi deydigan va baxti ham, baxtsizligi ham o'sha erkak bo'lmagan, asosiysi o'zining olami, o'zini qalbi, o'zini qadr bo'lgan ayolni boshida ko'tarib yurishadi. Atrofga nazar soling, kimni qayerdadir oilada bitta ayolni sevib boshiga ko'tarib yurishgan bo'lsa, o'sha ayol o'sha erkakni ilohiylashtirmagan. Hech kimni o'zingizdan, o'z qalbingizdan ustun qo'ymang. Aks holda bu insonni o'zi sizning qanchalik o'zingizning oldingizda qadrsiz ekaningizni sizga o'zi bilmagan holda ko'rsatib qo'yadi.